Börekni atımız. Şen anlama. Yumuşatgan nima ish qilamiz bugun? Bugun şu börekni atımız. Ota-onangni bilan şu tuxumni qanday pishirishni, qanday yesa, nega tepadiganini men sal turib zopindan oyga kirishtirib qo'yman. Altraqanda bilsa, atiyalga go'sht pishirishni uyutib qo'yman. Ya vermay shu poqtay qilib tuxumni isrof qilib, qanday yeyishni uyutib qo'yman. Guanjo qilib ayak kış göre almaş bin. Şeker bekle. Buna bala, aval başlap çöt sağlam mı ki? Mavu gaz tuhume. Bunun da çötsek azrak töküttümüz ma yıkıdın. Yıkıdın serkide azrak töküttü. Azraqlab tökөsәң булды. Oldu. Bak gördün lan. Çok ekle. Ha. Şeker ekle. Ha şeker mi var? Ak şeker buldu. Azraq Ak şeker qatılar bir qo'sh qatirabli qasanglar bo'ldi. Ketib olgandan keyin cho'killar tekshi aralashtirib aralashtirib bo'ldik buni. Mo'shalat tayyor qilib olib, ko'rdinglarmi qozonni? Qum mana qozondan shekil qumi. Mana mavu gaz tuxumi bilan shekar aralashtirib mishqil holatda jilaydi. Jilgandan keyin, ravris jilgandan keyin buni cho'tsak kunlik kechlik tomoqning o'rnida ve haftada 3 kun uni yeb bersak, az-suqobat yaxshilandi, mingni ixtiyor yaxshilandi. Cho'nglardagi unutqoqlik degandek ma'qul ishlar intayin yaxshi manfaat qiladi bular. Mush holatda haftada 3 kun kech tomoqning o'rnida bir talda gaz tuxumini jivishtajlatib iste'mol qilib beringlar. Guanjo qilinglar. Ma keyingi zopinda aynan ekan ma kepta tuxumi börekni atımız. Şenanlar.